Bismillah velhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulullah. Barcha hamd va sanolar Alloh uchundir. Biz undan yordam so'raymiz. Biz undan mag'firat tilaymiz va Muhammad sallallohu alayhi va sallamga u zotning izidan qiyomat kunigacha ergashgan barcha insonlarga salovat va salomlar yo'llaymiz. Hurmatli birodar va opa-singillar, aziz tomoshabinlar, mo'min sifatida biz har doim chuqurroq o'ylashimiz va boshimizdan o'tayotgan har bir narsa ustida tafakkur qilishimiz kerak. Shayx Abbos Bataviy rahimahulloh o'zi guvoh bo'lgan voqeani aytib bergan. Alloh taolo u kishini rahmat qilsin. Biz bu voqeaga chuqurroq nazar bilan qarashimiz, uning ustida tafakkur qilishimiz va oxiratimiz chiroyli bo'lishi uchun harakat qilishimiz kerak. Shunda biz Alloh subhanahu va taolo bilan yaxshi holatda uchrashamiz. Shayx Abbos Bataviy aytgan gaplarga quloq soling. Bir kuni menga qo'ng'iroq bo'ldi va ular meni chaqirgani uchun o'sha oilaning uyiga bordim. Ular otamiz vafot etdi, iltimos kelib uni yuvintirib bering. Biz uni g'usulxonada emas, uyda yuvintirmoqchimiz deyishdi. Shunda u kishi inshaalloh dedilar. So'ng ularning uyiga bordilar. U yerda o'g'il bilan uchrashdilar va otangiz qani deb so'radilar. O'g'il otamning jasadi hozir kasalxonadan olib kelinyapti. Tez yordam mashinasida keladi. Iltimos, yuvintiriladigan joyni bir ko'rib chiqsangiz dedi. Shunda shayx, joy qayerda deb so'radilar. Joy zina tagida edi. Bilasizmi? Uy zinasi ostida pastroqda juda kichkina xona bor edi. Ularning faqat shu joyi bor ekan. Shayx ichkariga kirdilar. Xona juda tor va kichkina edi. U yerda yorug'lik ham yo'q edi. Shamollatish ham, ventilyator ham, hatto havoni tortib chiqaradigan moslama ham yo'q edi. Shunda shayx boshqa xona yo'qmi deb so'radi. Ular esa yo'q shayx, faqat shu xona bor. Iltimos, otamizni g'usul xonada yuvintirishni xohlamaymiz. Iloji bo'lsa shu yerda yuvintirib bering deydi. Shunda u kishi, mayli qo'limdan kelgancha harakat qilaman dedi. Allohga hamd bo'lsinki, u kishi kerakli anjomlarni chiqarib, hammasini tayyorlab qo'ydilar va jasad kelishini kutdilar. Jasad ham olib kelindi va o'sha kichkina xonaga qo'yildi. Shunda shayx aytdilarki, odatda biz chap qo'limizni mayitning ko'kragiga qo'yib, ko'krak qismiga qo'yib, pastga tomon bosamiz va tanada qolib ketgan chiqindilar chiqishi uchun shunday qilamiz dedi. Suyuqlik yoki boshqa narsalar bo'lsa chiqib keladi. Shayx aytdilar, odatda biz kafanning bir bo'lagini mayitning ostiga qo'yamiz va qornini sekin-sekin bosamiz. Ba'zan suyuqlik yoki chiqindilar chiqib ketadi. Keyin u matoni almashtirib, yana o'rniga yangisini qo'yamiz. Buni tog' sonlarda qilamiz. 1, 3, 5. U kishi aytdilar, hatto boshqa bir holatda 11 martagacha yetganmiz. So'ng aytdilarki, bu odamga ham o'sha kichkina matoni qo'ydik va sekin-sekin ko'kragi bilan qornini bosdik. Lekin undan hech narsa chiqmadi. U matoga qaradi, hech narsa chiqmagan. Mato toza edi. Yana boshqa mato qo'ydi, yana urinib ko'ray dedi. 2-3 marta qildi, lekin bu insonning jasadidan hech narsa chiqmadi. Shunda shayx aytdiki, bu odatiy holat emas. Bu g'ayroddiy bir narsa dedilar. Keyin aytdilarki, har holda bu yaxshi alomat. Bu birinchisi. Men sizlardan, hurmatli tinglovchilar, shayx bu bitta jasadda nechta narsaga guvoh bo'lganini sanab borishingizni xohlayman. Birinchisi, uning jasadidan hech qanday chiqindi chiqmadi. Ikkinchisi, shayx aytdilar, shundan keyin odatda biz tahorat oldiramiz. Namozdan oldin qanday tahorat qilinsa, mayitga ham uni yuvintirishdan oldin tahorat qildiriladi. Bu sunnatdan. U kishi aytdilar, men sekin-sekin tahorat qildira boshladim. Avval yuziga, keyin qo'liga o'tdim. Shunda uning o'ng qo'ldagi ko'rsatkich barmog'i mana bunday tik turganini ko'rdim. Va siz bu suratni ko'rishingiz mumkin. Bu Abbos Bataviy olgan o'sha odamning haqiqiy surati. Uning barmog'i mana shunday edi. Shayx qo'lini to'g'rilashga harakat qildilar, lekin barmoq yana o'sha holatga qaytardi. Yana to'g'riladilar, yana qaytdi.
Shayx uni to'g'rilashga urinayotganining sababi shahodat barmog'i ko'tarilgan holatda qolsa kafanda bilinib turadi. U kishi qo'l normal holatda bo'lishini xohladilar, lekin u qayta o'sha holatga kelaverdi. Shunda shayx demak holat shu ekan dedi va o'sha holatda barmog'ini qoldirdi. Bu u kishi ko'rgan ikkinchi alomat edi. Ya'ni shahodat barmog'i tik turgan edi. Uchinchi holatda esa u kishi mayyitni yuvintirib, kafanlashga tayyorlayotgan edilar. Shunda mayyitning yuzida bir nur akslandi. Bir yorug'lik aks etayotganini ko'rdi. Lekin shayx zo'rg'a yuvintirayotgan edi, chunki xona ichida umuman yorug'lik yo'q edi. Yorug'lik faqat tashqaridan kirayotgan edi. Lekin shayx o'ylay boshladi. Bu yuzdagi yorug'lik qayerdan kelyapti? Shunda Shayx Abbos Bataviy qo'llarini yuz tomoniga tutib, yorug'lik qayerdan tushayotganini bilmoqchi bo'ldilar. Lekin qo'lini yuziga yaqinlashtirgach, angladiki, yorug'lik tashqaridan emas edi. Nur yuzning o'zidan chiqayotgan edi. Allohu akbar. Shunda shayx bu inson yaxshi banda ekanini tushundilar. Bu Shayx Abbos Bataviy o'sha insonda ko'rgan, o'sha mayyitda ko'rgan uchinchi alomat edi. Uchinchi alomat. Bilasizmi? Keyin nima bo'ldi? U kishi endi atir surtmoqchi bo'ldilar. Mayyitga xushbo'y hid surtish sunnatdan hisoblanadi. Shunda u kishi atirni olish uchun sumkasi tomon bordilar. Qaytib kelgan zahoti hali atirni ochmasdan oldin men juda ham go'zal, ajib va hayotimda hech qachon hidlamagan bir hidni sezdim dedilar. Umrim davomida hech qachon bunaqa hidni sezmaganman, hidlamaganman. Shayx aytdilar, men o'g'illari jasad yonida turganini ko'rdim. Shunda o'yladimki, ular men atirni olishga ketganimda mayyitga biror qimmatbaho atir surtishgan bo'lsa kerak. Ya'ni bu odamlar qimmatbaho bir atir yoki shunga o'xshash narsani surtishgan deb o'yladilar. Lekin hech narsa demadilar. O'g'illar esa bu hidni shayx olib kelgan atirdan chiqyapti deb o'ylashdi. Oxiri ma'lum bo'ldiki, hech kim mayyitga hech narsa surkamagan ekan va bu go'zal hid jasadning o'zidan kelayotgan ekan. Shayx bu hidni bolalari surtgan deb o'yladi. Bolalar esa shayx surkagan deb o'yladi. Va o'sha hid tobora kuchayib borardi. Hatto xona, butun uy o'sha hid bilan to'ldi. Shayx aytdilar, vallohi o'sha hid kiyimlarimda va qo'llarimda 3 kun qoldi. 3 kungacha o'sha hid damog'imdan ketmadi. Keyinroq u kishi bu hidning asl holatini tushundilar. Shundan keyin nima bo'ldi deysiz? U kishi aytadilarki, u kishi aytib berdilar, biz mayyitni masjid tomon olib bordik. Bu hid 4-alomat edi. Ha, bu hid 4-alomat. Biz mayyitni masjidga olib borib, janoza namozini o'qish uchun qo'ydik. Keyin nima bo'ldi deysizmi? Katta masjid edi. Juda ulkan masjid, yuzlab, balki minglab odam sig'adigan masjid edi. Har bir odam, masjiddagi har bir kishi, bu qanday hid? Bu hid qayerdan kelyapti? O'sha ajoyib hid butun masjidni to'ldirib yuborgan edi. Shunda shayx tushundilarki, bu hid na u kishidan, na bolalardan kelayotgan edi. Ya'ni ular atir surtgan deb o'ylagan odamlardan ham emas, bu hid mayyitning o'zidan kelayotgandi. U butun masjidni to'ldirib yuborgandi. Hamma shu hid haqida gapirayotgan edi. Hatto imom namozdan oldin odamlarga qarab, "Ey birodarlarim, birodaringiz uchun duo qilinglar, chunki biz masjidning nurlaridan birini yo'qotdik" dedi. Masjidning nurlaridan biri. Shayx Abbos Bataviy masjidning nurlaridan biri degani nima ekan deb o'yladi. Keyinroq bu haqida imomdan so'rab olaman dedi. So'ng mayyitni qabrga olib borishdi. Endi shayx aytdilar, yilning eng issiq oylaridan biri edi. Eng jazirama oylardan va kunning eng issiq payti, ya'ni tushdan keyin edi. U kishi aytdilar, biz uni qabr ichiga tushirdik. Qabrning ichi shu darajada sovuq ediki, go'yo ichida konditsioner ishlayotgandek edi.
Tashqarida juda issiq havo bo'lishiga qaramay, qabrning ichi qanday qilib bunchalik sovuq ekaniga ishona olmasdik. U kishi aytdilar: "Men o'g'li bilan birga qabr ichiga tushdim va hammamiz sovqotib ketdik." Shayx Abbos Bataviy aytdilar: "Men keksa odam edim. Qabr ichidagi sovuq sabab titray boshladim. Bu sovuqlik qayerdan kelayotganini bilmasdik. Odatda mayitni qo'ygandan keyin g'ishtlar ustiga loy qo'yamiz" dedilar. Allohi o'sha loylarni ushlay olmadim, chunki ular juda sovuq edi, juda sovuq. Qabrning to'rt tomoni shu qadar sovuq ediki, devorlarga qo'limni tekkiza olmadim. Tuproq juda sovuq edi. U kishi aytdilar: "Vallohi men shimag'imni oldim. Shimag' bu boshga o'raladigan ro'mol. U kishi aytdilar: "Men shimag'imni oldim va loy bilan tuproqni shimag'im orqali ushlay boshladim. Chunki qabr ichidagi muhit juda sovuq edi." Keyin nima bo'ldi? Bilasizmi? U kishi bu ham Alloh subhanahu va taolodan yana bir alomat ekanini tushundilar. Bu 5-alomat edi. Tasavvur qiling, yozning jazirama issig'ida, kunning eng lovullayotgan paytida qabr juda sovuq edi. Keyin u kishi aytdilar: "Ishimiz tugagach, ta'ziya bildirish uchun marhumning uyiga bordim. Oila bilan o'tirdim va avval aytganimizdek, Shayx Abbos Bataviy bunday narsalarni shunchaki o'tkazib yubormas edi. U kishi albatta surishtirar, bu inson tirikligida nima amal qilganini bilishni istardi. Shunda o'g'illaridan: "Otangiz nima ish qilardi? Men bitta jasadda shuncha alomat ko'rdim" deb so'radi. Ular aytdilarki, otamiz boshqalarga yordam beradigan inson edi. U dushanba va payshanba kunlari roza tutardi. Masjidga birinchi bo'lib kelardi va eng oxirgi bo'lib chiqardi. Va yana juda ko'p yaxshi amallari bor edi. Ular aytdilar: "Hatto onamiz shuni aytdiki, otamiz vafot etgan kuni dushanba kuni edi va u roza tutayotgan edi. Tungi soat 1larda onamiz uning yoniga, otamizning yoniga kirganda, u kishi yotgan holda yonida xurmo va yengil ovqatlar bor edi, chunki u ro'zasiga tayyorlanayotgan edi. Shunda u kishi: "Iltimos, menga suv beringlar. O'zimni yaxshi his qilmayapman. Biroz noqulay bo'lyapman" dedilar. Ayol unga suv olib keldi. U suvni ichdi va birdan nafas olishda muammo boshlanib, hushidan ketdi. Shunda onasi bolalariga uni tezda kasalxonaga olib borish kerakligini aytdi. Keyin uni kasalxonaga olib borishdi, darrov jonlantirish bo'limiga yotqizishdi. Mana bu ham yana bir alomat edi. U kishi vafot etganida dushanba kuni roza tutayotgan yoki roza tutishni niyat qilgan edi. Bu 6-alomat. 7-alomat esa jonlantirish bo'limida yotganda bir hamshiraga monitorni kuzatib turish vazifasi berildi. Ular bemorning o'ziga emas, faqat monitorga qarab turishardi. Bu hamshira faqat monitorni kuzatish uchun tayinlangan edi. Bir necha soatdan keyin ular nimani ko'rishdi bilasizmi? Yurak urishi to'g'ri chiziqqa aylandi. Ya'ni u vafot etdi. Lekin o'sha hamshira aytadiki, yurak urishi to'xtagandan keyin men bu odam qo'lini va barmog'ini ko'targanini ko'rdim va u nimadir dedi. Lekin og'izda kislorod apparati bo'lgani uchun nima deganini tushunmadim. Shunday qilib u qo'lini va barmog'ini ko'tardi, keyin vafot etdi. Allohu akbar. Bu u insondagi 7-alomat edi. Alloh unga yuragi to'xtagan holatda ham shahodat aytishni nasib qildi. Keyin Shayx Abbos Bataviy masjidga borib imomdan so'radi: "Men 1-2 kun oldin kelganimda siz falonchi haqida biz masjidning nurlaridan birini yo'qotdik degandingiz. Bu bilan nimani nazarda tutgandingiz?" Imom aytdiki, bu inson haqiqatdan ham masjidning nurlaridan biri edi. Ya'ni u doim masjidda bo'ladigan inson edi. U mendan oldin masjidda bo'lardi. Men masjidga kelganimda ham u allaqachon kelgan bo'lardi. Hatto muazzin azon aytishdan 20-30 daqiqa oldin kelib, zina ustida Qur'on o'qib o'tirganini ko'rardim. Chunki masjid hali yopiq bo'lardi. Bunga Farrosh ham guvoh. U aytdi, bu odam menga rosa qiyinchilik tug'dirardi. Undan qanday qiyinchilik deb so'rashdi.
U aytdiki, u bomdoddan oldin kelardi, men esa uxlab yotgan bo'lardim. Uni ichkariga kiritish uchun erta turishga majbur bo'lardim. Bomdoddan keyin esa eng oxirgi bo'lib chiqardi. Men esa u chiqishini kutib turardimki, keyin borib uxlay. Xuddi shunday, xufton namozidan keyin ham eng oxirgi bo'lib chiqardi. Men xuftondan keyin uxlamoqchi bo'lardim, lekin bu odam menga qiyinchilik tug'dirardi. Lekin bu uning uchun yaxshi narsa edi. Hattoki bu inson vafotidan oldin imomga men masjiddan eng oxirgi bo'lib chiqishni yaxshi ko'raman. Oyog'im masjiddan eng oxiri chiqadigan oyoq bo'lishini xohlayman degan ekan. Allohu akbar. U Alloh subhanahu va taolo yo'lida qattiq harakat qildi. Allohning rahmatiga erishish uchun astoydil amal qildi va mana shu narsaga erishdi. Chiroyli holatda vafot etdi. Mana shu alomatlar bilan vafot etdi va Alloh subhanahu va taolo bilan mana shu alomatlar bilan uchrashadi. Allohu akbar. Men Alloh subhanahu va taolodan bizni doimo unga yaqinlashishga harakat qiladigan bandalardan qilishini so'rayman. Alloh subhanahu va taolodan bizni oxirgi nafasimizgacha yaxshi amallar qilishga muvaffaq etishini so'rayman, toki Alloh bilan o'sha amal ustida uchrashaylik. Amin. Alloh taolo barchangizga baraka bersin. Inshaalloh keyingi qismda yana uchrashamiz. Ungacha esa o'zingizni ehtiyot qiling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.